Assalomu alaykum obunachilar. Bugungi navbatdagi joyimiz Gullenskidagi Ko'pal Qassobni ko'chasida joylashgan 4 etajli domda 4-qavatında bir xonali uy sotuvga chiqqan ekan. Manzildan keladigan bo'lsak, bu yon tarafimiz Rayhon bozor, bu yon tarafimiz park, bu yon tarafimiz Dehqon bozor. Obunachilar 4-qavatga yetib keldik. Uy bilan tanishsak bo'ladi. Giraverishimizda chap tarafda prixojimiz, doğrumuzda kuxnyamiz, giraverishda chap tarafda sanuzelimiz joylashgan. O'ng tarafimizda zalimiz. Hamda balkoni bilan. Balkonimizga keladigan bo'lsak, balkonimiz ko'cha tarafga qarab turgan. Bu yonimiz Rayhon bozor, bu yonimiz Dehqon bozor, bu yonimiz park. Bu yerda sanuzelimiz. Aristolla qo'yilgan. Isu soğuk bor. Verishimizda chap tarafda prixojimizda oldin kuxnya bo'lgan. Doğrumuzda kuxnyamiz. Toza gaz shochiklar o'rnatilgan. Gazimiz bor. Beram issiq sovuq suvimiz tushgan. Narxına keladigan bo'lsa, hurmatli obunachilar, 215 million.